Bugungi navbatdagi ma'ruzamizning mavzusi poliomiyelit kasalligiga bag'ishlanadi. Ya'ni poliomiyelitning epidemiologiyasi, profilaktikasi va epidemiologik nazorati. Ushbu mavzu ham yuqumli o'tkir oshqozon ichak kasalliklari guruhidagi kasallik bo'lmish poliomiyelitga bag'ishlangan. Poliomiyelit. Buni nomi 3 ta so'zdan tarkib topgan. Polio, miyelin va it. Ya'ni orqa miya kulrang moddasining yallig'lanishi degan ma'noni bildiradi. Polio seri, ya'ni kulrang, miyelin orqa miya, it yallig'lanish. Orqa miya ya'ni kulrang moddasining yallig'lanishi degan ma'noni bildiradi. Poliomiyelit viruslar keltirib chiqaradigan ichak va burunning shilliq qavati zararlanishi bilan orqa miya kulrang moddasining ba'zida markaziy asab tizimining boshqa bo'limlarida yallig'lanish alomatlari bilan kechadigan, oyoqda, qo'lda va tana mushaklarida shol, ya'ni paralish alomatlari kuzatiladigan o'tkir yuqumli kasallikdir. Poliomiyelit bo'yicha epidemiologik vaziyat to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, avvalambor poliomiyelit dunyoning barcha mintaqalarida, barcha qit'alarida bu kasallik uchrash ehtimoli bor. Ammo lekin buning tarqalganlik darajasi bugungi kunda butun dunyo bo'yicha qaraladigan bo'lsa, har xil. Ba'zi mamlakatlarda bu kasallik ancha yuqori ko'rsatkichlarda uchragan, ba'zi mamlakatlarda kam ko'rsatkichlarda, ba'zi mamlakatlarda batamom tugatilgan. Ya'ni bu kasallik asosan qaysi bir joyda emlash ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha mamlakatlarda kasallanish ko'rsatkichi ancha kam. Qaysi joyda emlash ishlari yaxshi yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, u joylarda kasallanish ko'rsatkichi ancha yuqori. Poliomiyelit barcha mintaqalarda uchraydigan kasallik bo'lib, 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida bu kasallik bilan kasallanish ko'rsatkichi sezilarli darajada ko'paydi. Ya'ni epidemik avj olishlar kuzatildi. Bunday epidemik avj olishlar Shimoliy va Janubiy Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kanadada, Urugvay, Kolumbiyada, Yevropa mamlakatlaridan Shveysariya, Shvetsiya, Daniya, Buyuk Britaniya, Kambodja va boshqa mamlakatlarda kuzatilgan. Sobiq Sovet ittifoqida, qachonki O'zbekiston ham shu ittifoq tarkibida bo'lgan, 1954-61 yillari epidemik avj olishlar kuzatilgan bo'lib, kasallanish ko'rsatkichi har 100 ming aholiga 3 ga yaqin bo'lgan. Shu davrda O'zbekistonda ham, ya'ni Toshkent shahrida poliomiyelitning epidemik avj olishlari kuzatilgan. Mana bu slaydda butun jahonda poliomiyelit bilan kasallanish ko'rsatkichi ko'rsatilgan. Bu yerda absolyut sonlarda berilgan bemorlarda soni mana ko'rib turibsizlarki, 1987-yildan to 2002-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar. 1987-yillari har yili butun dunyoda 45 mingga yaqin bemorlar qayd qilingan bo'lsa, undan keyingi 88-89-yillarga kelib ular 35, undan keyin 30 va sekin-sekin kasallanish ko'rsatkichi bemorlar soni asta-sekin kamayib borgan. Ammo lekin 2002-yillarda ham va 2002-yildan keyingi paytlarda ham anda-sonda butun dunyo miqyosida poliomiyelit kasalligi qayd qilinib turilgan. O'zbekistonda o'tgan asrning oxirgi poliomiyeletning oxirgi epidemik avj olishi 1958-60-yillari kuzatilgan bo'lib, keyingi yillarda kasallanish ko'rsatkichi 90-yillargacha sekin kamayib bordi. Sobiq ittifoqi
tarqalishi munosabati bilan respublikamizda bolalarni poliomiyelit qarshi emlaydigan vaksinalar ta'minotida uzilishlar bo'ldi. Shuning natijasida 1993-1994 yillari poliomiyelit bilan kasallanish birmuncha ko'paydi. O'sha yillarda 68 nafar paralitik shakldagi bemorlar ro'yxatga olindi. Kasallik Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ro'y berdi. Qilingan chora-tadbirlar natijasida kasallanish keskin kamaydi va poliomiyelit bilan og'rigan oxirgi bemor 1995-yili Qoraqalpog'iston Respublikasida qayd qilingan. Ya'ni 1995-yildan keyin hozirgi davrgacha O'zbekiston hududida poliomiyelit bilan kasallangan bemor qayd qilingan emas. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining qaroriga binoan O'zbekiston, Yevropa mintaqasi, jumladan O'zbekiston 2002 yildan boshlab poliomiyelit xalos bo'lgan hududlar qatoriga kiradi va maxsus sertifikat olgan. Endi poliomiyelit kasalligini o'rganish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu kasallik insoniyatga qadim zamonlardan buyon ma'lum. Ilgari paytlarda ham bu kasallik bilan odamlar kasallangan va bemorlar qayd qilingan. Ammo lekin bu kasallikka qarshi kurash, ya'ni bu kasallikning oldini olish va kamaytirish o'tgan asrning 50-yillardan boshlanadi. Ya'ni 1953-yili amerikalik Salk ismli olim poliomiyelit qarshi tirik viruslardan tayyorlangan vaksina ishlab chiqdi. Mana bu vaksina bilan bolalarni emlay boshladi. Birinchi galda Amerika mintaqasidagi, keyin boshqa mamlakatlar sotib oldi, bu vaksinani emladi va bir qator bolalar emlangandan keyin kasallanish shu bolalar orasida pasaya boshladi. 3 yildan keyin 1956-yilda yana amerikalik Sabin ismli olim poliomiyelit qarshi tirik viruslardan tayyorlangan vaksina ishlab chiqdi. Bu vaksina Salk ishlab chiqqan vaksinaga nisbatan ham ancha samarali vaksina bo'lib chiqdi. Va bu vaksina bilan butun dunyo bolalari emlana boshladi. Vaksina og'izga tomiziladi yoki og'iz orqali qabul qilinadigan vaksina. Mana shu vaksinani ishlatgandan keyin butun dunyoda poliomiyelit kasallanish ko'rsatkichi keskin pasaydi va poliomiyelit bir qator mamlakatlar, yaxshi emlangan mamlakatlar batamom xalos bo'lib, maxsus sertifikat ola boshladi. Etiologiyasi. Poliomiyelit viruslar keltirib chiqaradi. Bu viruslarni 1908-yili avstraliyalik olimlar Karl Landsteiner va Popper deb atalgan olimlar tomonidan bu viruslar topilgan. Bu viruslar intraviruslar avlodining pikarnaviruslar oilasiga kiradi. Poliomiyelit viruslarining 3 ta serologik turlari mavjud. Birinchi, ikkinchi va uchinchi serologik turlari. Kasallikni ko'proq birinchi turdagi viruslar keltirib chiqaradi. Viruslar tashqi muhit omillariga ancha chidamli. Axlatda, oqova suvlarda, meva va sabzavotlarda 3-5 oy davomida tirik holda poliomiyelit viruslari yashab qolish imkoniyatiga ega. 40 darajali haroratda bir necha oygacha tirik qolish ehtimoli bor bu viruslarning. Epidemik jarayon bu slaydda ko'rsatilgan. Bilasizlar, epidemik jarayon, ya'ni yuqumli kasallikning tarqalishi asosan 3 ta zveno asosida. Birinchi zvenosi poliomiyelit, infeksiya manbai bu. Mana ko'rsatilgan odamlar, ikkinchi yuqtirish yo'llari, yuqtirish mexanizmi va aholining moyilligi. Infeksiya manbai poliomiyelit tipik antrofanoz kasallik. Shuning uchun bu kasallikni viruslarni yuqtiruvchi infeksiya manbai poliomiyelit bilan kasallangan bemorlar va poliomiyelit viruslarini tashuvchilardir. Bemorlar organizmidagi viruslar 30-40 kun, ba'zida 3-5 oygacha tashqi muhitga bemorlarning organizmidan ajralib turadi. Kasallik qo'zg'atuvchisining yuqish mexanizmi.
Poliomiyelit asosan fekal oral mexanizmi bilan yuqadigan yuqumli kasalliklar qatoriga kiritilgan. Klassik epidemiologiyada ham aynan shu guruhda bu kasallik turibdi. Ya'ni bemorlarning axlati bilan ajralib, og'iz orqali yuqadi. Iflos qo'llar, mevalar, iflos suvlar bilan yuqadi degan. Ammo lekin keyingi paytlarda olimlarning qilgan tadqiqot ishlari va kuzatuvlari poliomiyelit havo tomchi mexanizmi bilan ham yuqishi mumkin degan ma'lumotlar ham mavjud. Ya'ni havo tomchi yo'li bilan ham yuqishi mumkin. Lekin poliomiyelit asosan oziq-ovqatlar, suv orqali, maishiy muloqot va havo tomchi yo'llari bilan yuqadigan kasalliklarga kiradi. Endi epidemik jarayonning 3-zvenosi, ya'ni aholining moyilligi. Poliomielitga nisbatan aholining moyilligi biroz pastroq. Ko'pchilik hollarda kasallik yuqqanda, viruslar yuqqanda odamlar organizmiga poliomiyelit tushgandan keyin virus tashuvchanlik shakllanadi. Ya'ni hamma virus yuqtirgan barcha bemorlar ham paralitik shakldagi yoki bo'lmasam yaqqol shakldagi poliomiyelit kasalligi bilan kasallanavermaydi. Chunki bu kasallikka nisbatan odamlarning moyilligi biroz pastroq. Har 1000 tadan bitta bemor yuqtirgan bitta bemor paralitik shakl bilan kasallangan namoyon bo'lishi mumkin. Qolganlari virus tashuvchanlik yoki bo'lmasam belgilarsiz, simptomlarsiz shakllari bilan kasallanib o'tib ketadi. Endi poliomiyelit bilan kasallanishning epidemiologik xususiyatlari. Poliomiyelit bilan kasallanishga yozgi va kuzgi mavsumiylik xos. Xuddi yuqumli oshqozon ichak kasalliklariga o'xshab, bu kasallik asosan kunlar havo harorati ko'tarilishi bilan, ya'ni bahorda oxiri yoz mavsumi bo'lgan paytda ko'proq uchraydi boshqa davrlarga nisbatan. Ya'ni tipik ichak infeksiyalariga o'xshagan. Kasallanganlar orasida asosan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar, ya'ni 5 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'proq uchraydi. Demak, bu kasallik asosan ko'proq bolalarda, yosh bolalarda, ayniqsa 1-2 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida ko'proq uchraydi. Bemorlarning ko'pchiligi yengil, belgisiz, atipik shakllarda kasallanadi. Har 1000 nafar bemorga 1 nafar yaqqol shakldagi bemor to'g'ri keladi. Virus tashuvchanlik ancha yuqori bu kasallikda. Mana bu slaydda kasalliklarning yoshlar bo'yicha taqsimlanishi ko'rsatilgan Xitoy materialida ko'rib turibsizlarki, asosan kasallanganlar 2 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida ko'proq uchraydi. Mana bu yerda 3 yosh undan keyingi yoshlarda kasallanish ko'rsatkichi ancha past, yuqori katta yoshdagilarda undan ham past. Bu slaydda poliomielitning mavsumiyligi ko'rsatilgan. Bu Hindiston materialiga asosida tayyorlangan. Chunki bizning mamlakatimizda oxirgi paytlarda kasallanish ko'rsatkichi, kasallar soni ancha kam bo'lganligi uchun mavsumiylikni boshqa mamlakatlar ma'lumotlariga asosan slayd tayyorlaganmiz. Mana ko'rinib turibdiki, bu yerda yozgi, kuzgi mavsumiylik xos bu kasallikda. Kasallanish ko'rsatkichi may, iyun oylaridan boshlab ko'tarilib borgan va eng yuqori cho'qqisiga avgust-sentabr oylarida uchrayapti. Bundan keyin kasallanish ko'rsatkichi birmuncha pasaygan. Ya'ni boshqa ichak infeksiyalariga o'xshab bu kasallikka ham yozgi, kuzgi mavsumiylik xos. Endi kasallikning oldini olish chora-tadbirlari. Endi har qanday yuqumli kasalliklarga qarshi qilinadigan chora-tadbirlar epidemik jarayonning 3 ta zvenosiga nisbatan olib boriladi. Chunki 3 ta zveno bo'lganda yuqumli kasallik paydo bo'ladi. Bu degani yuqumli kasallikni qo'zg'atuvchi manbaiga nisbatan qilinadigan chora-tadbirlar, kasallikning yuqish mexanizmini, yo'llarini uzib qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar va aholining moyilligini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Poliomielitda birinchi zvenoga, ya'ni epidemik jarayonning birinchi zvenosiga qaratilgan chora-tadbirlar, ya'ni infeksiya manbaiga nisbatan qilinadigan chora-tadbirlar quyidagilardan iborat. Avvalambor yuqumli kasallik bemorlarini, poliomiyelit bemorlarini va bakteriya tashuvchilarini ertachiroq o'z vaqtida aniqlash, bemorlarni zudlik bilan shifoxonalarga yotqizish va ularni sifatli davolash lozim. Poliomiyelit bemorlari
qanaqangi shakl bo'lishidan, klinik shakldan qat'iy nazar, yengil shaklmi, o'rtacha og'irlikmi, og'ir shaklmi, albatta yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi. Poliomiyelit diagnozi qo'yilgandan keyin bu albatta 100% shifoxonaga yotqiziladi. Shifoxonada ancha uzoq davolanadi. Endi epidemik jarayonning ikkinchi zvirasiga qaratilgan chora-tadbir. Epidemik o'choqda joriy va yakuniy dezinfeksiya qilinadi. Poliomielitda eng samarali chora-tadbirlardan biri bu epidemik jarayonning 3-zvenosiga qaratilgan chora-tadbir. Ya'ni aholining moyilligini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Bu profilaktik emlash hisoblanadi. Poliomielitga qarshi yaxshi vaksinalar bor. Birinchi vaksina yuqorida men aytib o'tdim buni. 53-yili o'ldirilgan vaksina amerikalik Salk tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa, 53-yilda, 56-yilda amerikalik Serum tomonidan poliomielitga qarshi tirik vaksina yaratilgan. Ya'ni o'zining tarkibida tirik poliomiyelit viruslarini saqlaydi. 2002-yili 21-iyunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, ya'ni WOZning poliomielitni batamom tugatish Yevropa regional komissiyasi Yevropa mintaqasida poliomielitdan batamom xalos bo'ldi degan sertifikat berdi. Ya'ni shu jumladan O'zbekiston ham 2002-yil 21-iyunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining mintaqaviy Yevropa mintaqaviy buyurasining majlisi Anqarada bo'lib o'tdi, Turkiyada. Shunda O'zbekistonga ham maxsus sertifikat berildiki, O'zbekiston hududi poliomielitdan batamom xalos degan sertifikat olindi. Men yuqorida aytib o'tdim, 1995-yili oxirgi bemor aniqlangan bo'lsa, o'shandan keyin 15, ya'ni 16 yildan keyin 7 yildan keyin Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti O'zbekiston poliomielitdan xalos degan sertifikat berdi. Bu sertifikatni olish osonlikcha bo'lgan emas. Bu yutuqqa erishish oson bo'lmadi. Juda qiyinchiliklar bilan kechdi. Bir necha yillar 4 yoshgacha bo'lgan bolalarni doimiy haligi kalendar bo'yicha emlashdan tashqari ommaviy emlashlar o'tkazdik. Yiliga 2 marotaba bahorda va kuz oylarida maxsus shunaqangi kampaniyalar o'tkazildi. Ya'ni har yili bahor oyida, may oyida qilinardi bu. Yoki kuz oyida, oktyabrda boshi, sentabrda oxirida 3 kun, 4 kun mobaynida 4 yoshgacha bo'lgan bolalarning hammasiga og'ziga poliomiyelit vaksinasi tomizildi, ya'ni emlandi. Shunda ba'zi bir xil sabablarga ko'ra emlanmay qolgan bolalarda ham immunitet paydo bo'lib, natijada hamma aholi poliomielitga qarshi immunitetli bo'lgandan keyin, ya'ni jamoaviy kollektiv immunitet paydo bo'lgandan keyin poliomiyelit virusi chekindi. Ya'ni u antrapanoz virus bo'lganligidan keyin odamlarda organizmida shunga yashaydigan sharoit yo'q, bu virus yo'qoldi tabiatda. Mana bu slaydda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 2002-yili 21-iyunda bergan sertifikat. Mana shu sertifikat poliomielitdan xalos bo'lgan mamlakatlarga berilgan barcha tibbiyot muassasalarida sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi agentligi va davlat sanitariya epidemiologiya nazorati inspeksiyalarining imoratlarida shu sertifikat maxsus qo'yilgan. Ko'rgan odam biladiki, poliomielitdan demak bu mamlakat xalos bo'lgan ekan, sertifikat olgan ekan dedi. Bizning respublikamizda poliomielitga qarshi kalendar asosida albatta bolalar hammasi emlanadi. Har bir O'zbekistonda tug'ilgan chaqaloq birinchi, ikkinchi 5 kunida hali tug'ruqxonada poliomielitga qarshi emlanadi. Bunda poliomiyelit vaksinasini birinchi marotaba oladi. Keyin 2 oyligida yana emlanadi, 3 oyligida, 4 oyligida, 1,5 yoshga bo'lganda 16 oyligida va maktabga chiqayotganda 7 yoshligida. Demak, har bir bola kalendar asosida 6 marotaba emlanadi. Hozirgi paytda poliomielitga qarshi oralniy poliomiyelit vaksinadan tashqari IPV, ya'ni inaktivirованный
inyeksionni poliomiyelit vaksina ham qo'llaniladigan bo'lgan. Bu vaksina 2 oyligidan hozir kiritilyapti. Mana bu slaydda poliomiyeletga qarshi emlash qamrovi va kasallanish dinamikasi ko'rsatilgan. 1991-yilda bizning mamlakatimiz mustaqillikka erishdi. Shu davrda ma'lum bir paytgacha vaksinalar bilan ta'minotda uzilishlar bo'ldi. Ya'ni vaksinalar, emlaydigan vaksinalarni zaxirasi bizda tamom bo'lib, ololmay qoldik. Natijada emlanishi lozim bo'lgan bolalarning bir qismi emlanmay qoldi. Xuddi shunaqa ahvol poliomiyeletda ham bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlarki, ilgarilari 91-yilgacha poliomiyeletga qarshi emlash qamrovi 99, 99.1, 99.2 bo'lib kelgan. 92-yilda ham 85ga tushgan 92-yilda mana emlash qamrovi. 93-yilda 45%, ya'ni 46% bolalarni biz emladik. 54% bolalar emlanmay qoldi. Natijada mana ko'rib turibsizlar, kasallanish ko'rsatkichi biroz ko'paydi, o'sdi. Poliomiyeletdan kasallanish 68, 114 nafar bemorlar qayd qilindi. Va keyinchalik vaksinalarni topib, ularni emlaganimizdan keyin emlash qamrovini 99 ga, 99.1, 2, 3 ga chiqarganimizdan keyin poliomiyelet batamom to'xtadi va 1995-yil mana aytganimdek bitta holat shu Qoraqalpog'istonda uchragan holat, mana bitta holat. Undan keyin poliomiyeletdan kasallanish bizning respublikamizda qayd qilingan emas. Zato emlash qamrovi har doim mana ko'rib turganlaringdek 98, 99, 99.5 va bajarilgan. Ya'ni bu emlash vositalari bilan boshqariladigan infeksiyalarning tipik vakili poliomiyelet misolida ko'rish mumkin. Emlash qancha yaxshi bo'lsa, qamrovi prosenti ko'p bo'lsa, kasallanish shuncha kam. Qanchalik kam bo'lsa emlash qamrovi, kasallanish ko'payib boraveradi. Mana shular to'g'risida men qisqacha bugun poliomiyelet haqida gapirmoqchi edim.